Okela $9427 tushgan mashinani nima xarajat qilinganligini hisoblab ko'rsatib beraman. Hop. Avtosalonda Damas'ning narxi 96,932 ming bo'lsa, uni bo'lamiz, o'rtacha dollar bo'lsa 12 ming bo'lsa, $8077 bo'lar ekan. $8077 ga. Hop, metan gaz qo'yilgan $300 ga. Hop. $40 dan balon taqilgan, $160 bo'ladi. Bunga $170 ga 8 ga taqilgan, o'xsang. Hop, bunga shumizatsiya qilingan $300. Mechigar pul qo'yilgan $100 ga. Monitor qo'yilgan $60 ga. Akku print bo'lgan, salon detallari $40. Chexol, linoyem, Malibu bar 7 dipoliklar qo'yib qo'yilgan. Hop, bular $150. Patologiya bar qo'yilgan, apshipkasi bilan $50. Oldiga RS ablisovka taqib qo'yilgan $20. Bu narx ichida gaidan nomer olishi bilan ustunovka narxlari kiritilmagan. Mashina absolyutni yep-yangi bo'lib turibdi. Mashinaga ancha xarajat qilib qo'yilgan. Vossian diskavrlargacha taqib qo'yilgan. Mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan. Salon detallari polni akku printlar qilib qo'yilgan. Salonlari ham skromniy bo'lib turibdi. Qimmat chexol, Malibu bar 7 dipolik noyimgacha solib qo'yilgan. Patologlarga barli ustunovka qilingan, original Pioneer kolonkalari bilan. Probegimiz 957 km bo'libdi. Yaxshi monito'rli ustunovka qilib qo'yilgan, mechigar pullari bilan. Mashinaning ko'rinishiga bitta baho berib qo'yinglar. Mashinaning hech qatida hech qanaqa aybi yo'q, absolyutni yangi bo'lib turibdi, haydashga tayyor bo'lib turibdi. RS ablisovkalargacha ustunovka qilib qo'yilgan.